Agarda farzandingiz shamollab tomog'i og'rigan bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Har bir oila aptechkasida bo'lishi kerak bo'lgan ingalyatorlar shamollash va gripplarni yo'q qiluvchi yordamchingizdir. Bu ingalyatorlarda 3 ta funksiya va katta-kichiklar uchun nasatkalar mavjud. Ingalyator ichiga ambraksol ampulasi bilan natriy xlor fizrastvorini qo'shib, farzandlaringiz uchun ishlating. Yo'talda va shamollashlarda balg'am yig'ilishi, bronxit yoki allergiyada juda katta yordam beradi. Burun oqishini to'xtatib, nafas yo'llarini tozalaydi va yengil nafas olishiga yordam beradi. Farzandlaringiz uchun eng xavfsiz davolash usuli hisoblanadi. 2 yoshdan boshlab qo'llashingiz mumkin. 2 yoshdan kichkinalar uchun faqatgina pediatr tavsiyalari asosida beriladi. Kuniga 2 mahal 6-7 daqiqa ishlatiladi. Shaxsan o'zim bu ingalyatorlarni farzandlarimga ishlatib ko'rdim. Juda yaxshi natija berdi. Shuning uchun ishonch bilan tavsiya qilaman. Ushbu ingalyatorlarni bizning kanalimizda eng arzon narxlarda olishingiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmang. Kerakli va sifatli mahsulotlar bizning kanalimizda.